xotinli bir erkak voqeasini aytib beraymi sizlarga. Xullas, oldimga bir erkak keldi konsultatsiyaga. Ularning muammosi nima? Ular 2 yil davomida nikohni bekor qilish jarayonida yugur bo'lgan, muddat berilgan, yarashtiruvga, mahallaga, xullas 2 yildan keyin zo'rg'a bir amallab ajrashganlar. Bu muddat davomida shar'iy nikoh bilan boshqa ayol olgan bo'lganlar. O'sha uylanib, bola chaqali bo'lib yashayotgan bo'lganlar. Va birinchi ayol bilan nikohi bekor qilingan kuni xursandchilikdan yugurib borib avtosalonga mashina sotib olib, o'sha shar'iy nikohdagi ayollarga shuncha yil mana sabr qilib, zaksiz men bilan yashading deb podarka qilib yuborganlar. Endi podarka qilishi qonuniy hujjat bilan rasmiylashtirilmagan, o'zlarining nomlariga olingan mashinani shundoq berib yuborganlar. Oradan vaqt o'tyapti va suddan chaqiruv qog'ozi kelgan. Qarasalarki, suddan chaqiruv qog'ozida mulkni taqsimlash to'g'risida birinchi ayollari sudga bergan. Ya'ni umumiy mulk shaklida o'sha suddan chiqib yugurib borib sotib olingan mashinani bo'lish to'g'risidagi da'vo. Ular menga kelibdilar, "Hop, qanaqasi bunaqa bo'ladi? Men bilan ajrashib ketgan bo'lsam, qanaqa endi u bilan men mashina talashaman?" deb. Endi shu joyda diqqat qiling. Nikohingiz bekor qilingandan keyin 1 oy ichida ushbu hal qiluv qarori qonuniy kuchga kiradi. Undan keyin siz borib FHDO organida nikohni bekor qilinganligi to'g'risidagi guvohnomani olishingiz kerak. Ana o'shandan keyingina xohlagan mulkingizni o'zingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Bo'lmasam hali qonuniy kuchga kirmagan qarorni doirasida siz o'sha ayolingiz bilan qonuniy nikoh davrida bo'lasiz va bu olingan har bitta narsa umumiy mulk hisoblanadi. Endi siz ham shunaqa holatga tushib qolmasligingiz uchun, yo'q joydan yeb qolmasligingiz uchun men sahifalarimga obuna bo'lib, doimiy tarzda meni kuzatishingiz kerak. Xullas, bu videoni shoshib narsa oladigan, shoshib mulk rasmiylashtiradigan o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying.